Assalomu alaykum aziz kitobxon. Ushbu virtual sharhimizni bevosita Samarqand shahri kuniga bag'ishlamoqchimiz va sizlarga Samarqandim jurnali haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bugun ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan, odamlar qisqa xabarlarni o'qishga odatlangan bir paytda yangi jurnal yoki gazetani nashrdan chiqarib, uni jamoatchilikka taqdim etish ham oson ish emas. Samarqandlik ijodkorlar tomonidan Samarqandim nomli jurnalning ilk sonini chop etilishi davlatimiz mustaqilligining 33 yillik bayramiga chinakam sovg'a bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Samarqand viloyati tarixini yanada chuqurroq o'rganish, tadqiq etish maqsadida Samarqandim jurnalining doimiy ekspeditsiyasi tashkil qilindi. Bu ekspeditsiya a'zolari tarkibi turli mutaxassislardan iborat bo'lib, viloyatimiz tarixi, milliy qadriyatlari, urf-odatlariga oid ma'lumotlarni, xalq og'zaki ijodi namunalarini to'playdi, o'rganadi, tadqiq etadi. Samarqand davlat universiteti muassisligida dunyo yuzini ko'rgan mazkur jurnaldan nafaqat O'zbekiston, dunyo tan olgan olimlar, tarixchilarning maqolalari, fikrlari joy olgan.